Assalomu alaykum qarindoshlar. Postmandan asossiz yurishlik darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning birinchi qismlik darsimiz. Biz bu qismda Postman bilan tanishib chiqamiz. Postman API sinash uchun intayin zo'r bo'lgan bir qural. Postmandan foydalanib biz API ni avtomatlashtira olamiz, hatto qo'l bilan ham sina olamiz. Undan boshqa API ni yangidan qanday qura olamiz. Bu Postmanning qo'llanishchanligi intayin yuqori. Ham API degan nima deganda men bizning to'r mulozimati yurishlik darsimizda tafsil to'xtalgan shu ona ko'ra baxsanglar bo'ldi. Unda esa men Postmanni bir tafsil tushuntiray. Postmanning organ bitiga kirsak, postman.com. Mushu pochta kashingki Postman pochta kash deymiz o'g'ircha. Postmanning organ bitiga kirsak qanday mushu Postmanninki tushirish saplimasi bormi edi? Download the app deb. Hamda bu Postmanga ozroq bir tushuncha bersam, men uyg'urlashtirib beray. Bu Postman asosli nima deganda API hamkorlik subsi. Biz oldingi qismlik darsimizda to'r mulozimati yurish darslarimizda biz API ni nima tafsili so'zlagan, shuni qarsanglar bo'ldi. Hamda bu Postman orqali, shu Postman quroli orqali 10 milliondan ortiq ochiqchilar API bilan iltimos avatish yoki qurishni ishlatadi. Undan boshqa 500 mingdan ortiq shirkat shu Postmanni ishlatadi. 250 milliondan ortiq API uchiri shu Postman orqali qurildi, yo'lindi, javob keldi. Bu hozir dunyoda ishlanishchanlik intayin yuqori bo'lgan bir qural. Hamda pochta kash, buni uyg'urcha pochta kash deymiz, ham Postmanni. Google Translator yaxshi tarjima qilibdi. Mana shu API ni ochganda intayin bizni qulaylashtirib turdi, ravonlashtirib turdi. Buning orqali biz qanday REST yoki SOAP iltimos, ya'ni requestni yo'llaganda yoki uning response javob kelgan chaqda shu Postman bilan bu ko'zga oid o'qil qulaylik, ishlatishlik yuqori, undan boshqa API ni qanday hatto avtomatlashtira oladi sinashni. Undan keyin API ni laylash yoki tahlil qilish bo'lsin ham miqdorlari bor. Buningda asosligi biz shu detalning o'zini tushuntiramiz to'g'rimi? Buni inglizcha eslaga keltiray. Bu inglizchasi. Hamda ma download app degan bosamiz. Download'dan bosilsa, bu mo qanday aqliy ixtiyori bo'lg'achqa to'rbetniki bevosita ishlatayotgan kompyuterning sistemasi asosan o'zi ta'minlab turdi. Masalan, bu men hozir Mac'ni ishlatayotgachqa, hozir men Mac'ni tushiramsiz deb bevosita chiqadi. Agar siz Windows yoki Linux sistem ishlatgan bo'lsangiz, sizning shuning mas o'zining nusxasini chiqarib turdi. Mush downloadni bossa qanda tushdi. Buning ko'rinmayizmi shu? Postmanning ko'rinmaydi. Undan boshqa agar sizlarniki Windows yoki boshqa masalan not your OS sizlar Mac bo'lsa qanda Windows'niki 32 yoki 64 bo'lsa, mana bossangiz bo'ldi. 64 lik yerdan tushyotdi. Buni men amaldan qoldirib. Endi men download'dan bisib masalan bosdik. Tushyotdi. Men buni tushirib olgan, shunga men yana qayta qashlab yurmayman. Tushirib ham qashlab olgan. Chunki bu sizlar qoldirdim. Buni men tushirib va qashlab olgachqa, yani qashlab olishimdan hojat yo'q. Chunki bu internasan shuni sizlarga qoldirdim buni qachlashni. Bu tushgan hujjatni qanday ustiga qo'shib cheksak qanday qachlandi, qachlashni oson. Buni qachlagandan keyingi ko'rinmayizmi shu? Postmanning. Endi buning har xil ixtiyorlari, knopkalari, bu tanshaklarni men kelar qismda tafsil to'xtalaman. Bu o'qitimiq darsimiz mushakcha, tushunmagan nuqtalar ostiga inkas shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.